Bu juda ham yaxshi, janob Voix. Sizning ma'no qobiliyatingiz va ilg'or olov afsundan foydalanish qobiliyatingiz potensialni ko'rsatadi. Lekin yaramas. Bu imtihon hisobga olinmaydi. Chetdan begona odam aralashdi. Sizning imtihoningiz allaqachon tugagan. Shunga qaramay yashirin hujum qilishni qabul qilib bo'lmaydi. Bu sizning eng katta zaifligingiz ko'rinadi. B sinfi to'g'ri keladi. Nima? Bu hali tugamadi. Meni eshityapsanmi? Bu haqida otam eshitsa ko'rasanlar. Keyingisi Not. Artur, yo'q. Not. Omad tilayman. Sizning fayllaringizda umuman hech narsa yo'q ekan. Siz kirish imtihoni uchun bu yerga kelganmisiz? Nima? To'xtanglar. Boshliq. Chetga o'ting. Bu imtihonni o'zim olaman. Ammo janob, siz kabi ikki toifali sehrgarni imtihonni shaxsan o'tkazishini eshitmagandim. Men seni mahoratingga shubha qilayotganim yo'q. Lekin men uning kafilini juda ham yaxshi taniyman. Bunga qarshi emassiz, to'g'rimi, Not? Sapinning eng yirik sarguzashtchilar gildiyasining boshlig'i. Nafaqat bu, balki u 2 darajadagi sarguzashtchi. Uning himoyasi mukammaldir. Bu odatiy amaliy imtihon bo'lishiga shubha qilyapman. Qani boshlaymiz.